Aka 60 so'mdan sharshilarimiz bor. 60 dan sharshilar nima deyapti? 60 dan kelaverasizlar. O'rdak go'shtidan shashlik yeganmisiz? Biz hozir o'rdak go'shtidan shashlik yegani keldik, mana o'zimiz pishiryapmiz. Undan tashqari farşlari 60 so'mdan ekan, 120 dan o'rdak go'shti, 130 so'mdan tovuq go'shtidan. To'g'risi o'rdak go'shtidan birinchi marta shashlik yeyishim mazasi mol go'shti bilan tovuq go'shtini o'rtasida ekan. Orqasidan qurdoq aytdik. Narxi 350 so'm ekan. Go'shtlari yumshoq, mazasiga ham gap yo'q. Qurdoqni maqtab turuvdik, orqasidan Toshkent oshi keldi. To'g'risi Toshkent oshini Toshkentdan boshqa joyda yaxshi qiladi deb o'ylamayman, lekin bu joydagi yaxshi ekan. Men videoda ko'rgandan ko'ra bir kelib yegan yaxshi. Bu joydan oshlarni kiloga ham zakaz qilib yesa bo'ladi ekan va albatta dastavkasi ham bor ekan. Kedik ichdik, endi duo qilib ketdik. Bu joy yangi ochildi. Adresi Jalolobod Suzak. Bu tarafi Suzak ko'prigi, ertasidan Jalolobod tomon ketayotganlar bu tomonda bo'ladi. Bu yerga Suzak Qurg'oydan kelayotganlarda madrasadan o'tganlarda chap tomonda bo'ladi. Shu nomerlarga cholib zakaz qilsalar ham bo'laveradi.